j'étais petite, on m'avait appris à aimer. Aimer la vie, les gens du monde entier. Aimer le soleil, l'été, l'automne et le printemps. Aimer l'hiver avec son manteau blanc. Mais en grandissant, j'ai vu que le monde des grands n'était pas celui que l'on disait aux enfants. Tout est séparé, il y a le blanc et l'étranger, et les oiseaux ont toujours envie de pleurer. Que c'est triste, que c'est triste, que c'est triste, un monde sans amour. Que c'est triste, que c'est triste, que c'est triste, un monde sans amour. Ben geldim Riga'ga, Riga vlogumda hoş geldinglar. Mana maşındaq. Yağmur bilan qarshi oldim meni Riga. Hozir men yotiqimga ketib borman, ko'rdinglarmi? Mağam mayvatmama yağmurda hozir qattiq qoldim bu yerda. Azroq to'xtasa, ajoyib bir hikoyalar bo'lib ketdi. Hozir yotoqqa berib o'rilish edib so'zlatirman. Shuni tasdiq keldim, jinimda qiynalib ketdi. 4 soat bo'lgani bilan ammo kuyvatdi, yağmur yana kuyvatdi. Balama hazır kelib yotqimga o'rinlashib, mana endi o'tirishim, besim qiyib, ko'nglimni ilashtiryapti. 4 soat kelgacha tavsiya qilmayman. Agar avtobusdan ko'ngli ilishadigan, besqaydigan bolalar bo'lsa, avtobusni tanlamanglar. Poyezd bilan 6 soat bo'lsa-mu, shu poyezd bilan kelinglar. Chunki poyezdda bu yerga minib harakat qilgani bo'ldi. Kelib oldim, sog'-salomat Rigaga, Latviyaning poytaxti. Bu yerda yana erta bir kun bo'laman o'g'illikka. Uyga qaytib ketman degandek, shunlashqa erta bir kun vaqtim bor aylanadigan. Hozir chiqib aylanmoqchiman yana azroq. Qo'zqim ashti atigan nashliq qilgan petishim yemedim soat 4:30 bo'laydi de hozir. Shunlashqa hozir chiqib tamoq yeb, biroq aylanib degandek qaytib kelmoqchi. Balla bir ofatdan keyin bir omad keldi deb aslında bir maqal tamsilbamı özüm icad qıvatdımı bir yatqımdan yenidila 350 metr izraflıqda bir özbeklarning aşqalısı bak ya. Sıqpasıdığan birini yep kelmesem az resmi ko'nglim pishim qiyib meniki ajoyib bir aram bo'lib ketib borman. Vallahi Riga Tallinndan issiq kelmoqlar 15 gradus 17 gradus. Men bayam kelgan chaqda yomg'ir yog'di. Ko'rdinglarmi? Ben yataktan çıkınca kök asmanlar quyoshlar chiqibdi. 1 minutmi 2 minut vekisi yağmur yig'vatdi. Yağmurda qoldim kelib. Keldim. Qaranglar do'ppilarni. Misal kelinglar jimoqlar, o'zbeklarning oshxonasiga kelib qolsanglar. Va men chiqsaqimdan ma restoran, ajoyib payt o'zbeklarning restoraniga. Hech kim yo'q hozir. Kimlarni qaranglar. Tallinnda yemagan go'shtni ma oshxonada yeydigan bo'ldim. Hadi qo'sqim tekshirib ichkatdi desam, go'shtlarni hozir chiqdi, go'shtlarni bo'yitib qo'ygan dedik. Go'shtlarni bo'yitib qo'ydim. Nima bular? Albatta polosini yeyman. Nonlardan tatib bakaman. Cho'chiri baka, cho'chiri chay. Go'shtning chiqdi, vaqti o'xshagan chiroy. Cho'chiran chiqdi. Cho'chiri bilanki rangsiz cho'chirkan. Eng oxirgi tamoqim poloram chiqdi. Nimanda mabali kashkicha o'zbeklarning tamoqni yeyib, sayat qilgan ekan boshqa tamoqlarni yeyib bo'lmamdi deb qolmanglar. Bugun shunda bo'lib qoldi, chunki bayam pek nachar his qilib ketdim o'zimcha. Beshim qiyib ko'nglim elishib, uning ustiga yatqimning yeni bo'lg'ashqa birdamdala keliblar. Shunda chaqqan chiqib berdi tamoqlarni. Vallahi men hozir Chirkavga kirmoqchi. Qarsam yo'ldan o'tib ketib berib ko'rib qoldim. Kirib ko'rib baqay. 1906 yılı filmden bir çirkav ekan.
Vallahi ben acayip çıraylık bir bağçının içine geldim. Misa'dan kirib ketsam, Koni shahriga kirib ketmayman. Latviya vlogimga xush keldinglar. Chapinimni olmay chiqibdim, endi muzlatyman. Men Rigani kichiklar bir shaharmikan desam, men o'ylig'im cho'kkadim Riga. Riga'daki en kadimi 3 bina 17. numar bolsa mushu 3. Akufkininki en kadimi mushu 17. numara 1490 yılı silingan bir bina ekan bu ko'ringanmi. O'tirdiki bolsa 19. numar bu 1646 yılı silingan ekan. Ondan keyin mao 21. numar bolsa bu 17. asrning oxirida silingan ekan. Shunlashqa mushu 3 bina 3 akufklarga 3 brothers step. Yani Riga'nınki Koni shahriga kelsangiz, Misa'ga kelib rasmga tortib ketadigan bir tarixiy Misa shuka. Bir eslama qoldirib o'tay. Bugun bo'lsa bir tarixiy bir yer ko'rdim. Vallahi men Koni shahrining ichini bir oqir aylanib yo. Hozir qaytdim, yotoqqa chunki muzlab ketdim, sovuq shamol chiqyapti. Baldiroq berib bugun aram ilib degende qo'pib aşı. Bütün bir gün arlaymiz. Tepsili arlaymiz etdi. Ma'zi talab azraq kirib azraq nasilib yeyilgan narsalarni sularni degende. Valla qaranglar, men intib aldım, tush deb aldım, tush. Su aldım, yogurt aldım, tush aldım, bolka aldım. Ana bir qo'shiq aldım. Men hozir qaytib kelib Munchiga tushdim. Issiq suvda bir. Tallinndan menda bir qiytiq qolgandim. Bu qiytiqni Tallinndan Sörak Riga'ya geldim. Muşun yemekçi ben müştetikni. Manda tuş aldım vallahi qaranlar. Hazır men oturup Latviyanınki tarixi to'g'riliq izlanmoqchi ancha-muncha. Chunki siz bir shaharga, bir davlatga kelgandan keyin shu davlatning tarixini ancha-muncha bilmasangiz bo'lmaydi. Qanday bo'lib bugungi kunga keldi bu davlat, qanday kunlarni beshidan o'tkazdi degandek. Shu azroq tarixini ko'rmoqchi. Onun keyin ata voqealar berishga arziydi. Ashula to'g'riliq ancha-muncha kuchlarni ko'rma degandek. Sevgi izdensen, Hoca Muhammed. Sevgi izdensen, sevgisiz bulup, ne şatlıqı, ne bir azabi. İçip mest bolsam, özüngü tolup, kuys içinenge, kevser şarabi. Sevgi izdensen, kalbinge bakkın, derya bulupsan, derdimde akkın, mın dane bulup, durdanelerden, ahir yegane, özüngni tapkın. Sevgi izdensen, özüngde öz bul, izhar edemsen, sözüngde söz bul. Dünya karangu, ne bir çırağdır, öçür kuyaşni, közüngde köz bul. 2014 yıl 13 oktyabr Kuchada yazılgan.
Okay, ben çıktım yataktan. Kelgen günümde yağmur yağdı şekilde dölattı. Bir gün vaktim barçaqda mana şunday payda hava bo'lib turdi. Men aptapni ko'rdinglarmi chiqqan, men ko'k osmonni ko'rdinglarmi? Bugun ajoyib payda bir kun o'tkazamiz unda bo'lsa. Ma binolar bekchiqga shunday koni binolari. Ko'rdinglarmi, sap yog'ochda yasaganlar uylar. Hiç yani aşmaptı tehi köknonlardaki yollar quruq adamlarmi yo'q. Bularmi aşı uxlab vaqti iskitchilarga o'xshaydi. Bir shu qahvaxonlar 9 da ichildiga, qolgan hamma 10 da ichildiga o'xshaydi. Hamma yataqoqchimi? Hozir men koni shahar tarafga ketib borman. Riganinki koni shaharni rostgap niqsam yoqdimidon. Koni shahar ashu Tallinninki koni shahari haqiqatan payz koni shaharga juma ajoyib chiroyli. Malaning koni shahari bir xil hozirgi zamon bilan mix bo'lib ketgan. Balla koni shaharning yanida qaranglar. Koni shahar bilan Matrap shaharni ayirib turadigan bir o'stam o'tadigan. O'ttirgan. O'sha o'stamning ikki tarafi saplamashida yap-yeshillik bog'chilarga bek chiroyli kelgan bog'chilar. Kaynımda ko'rinib turgan igir munar bo'lsa The Freedom Monument Riganinki erkinlik munari 1935-yili silingan ekan. Xalqninki iyoni qilgan pulida silingan bir munar ekan. Bu munar Latviyaliklarninki o'z davlatini qurish uchun qilgan kurashlarininki simvoli ekan. Bala men food market qilmandim. Çünkü konserning ichini arlasam yana shu ekan. Tunugin asos jihatdan arlab o'tdim konserning ichini. Bala men keldim. Mavu men tunugin kelgan qatnash bekiti. Mishadan qatnash bekitidan chiqsanglar food market bakana. Tarixni qarang. O'zbeklarninki samsot degan do'koni deb oldim yana. Rusya'nın kentleri, Özbekistan Cuisine and Bakery, Anor. Nandaki çeçert'e gidip Alanya'da gidip Mavu tuşka balla Samsiga pazarladım. Bunda bir bolka aldım. Teşi koymakken işte yağını ezip moninkin mogu sağankin. Peyken. Balam yer kavaspakken. Pelmeni aldım. Miyada kavaspa. Bizden ne benserler okşayken ama çeçörüdek tügüdük. Onun üstüge kıytık bilen yedik ya bunu. Lasırkı bilen yegen basak tas peyze. Titatlı.
Meğer Özbek ballarına yakırık ekranlamazsa da. Ja, bu yok. Haftaya ne böyle? Şunda peyze aylanıp çıktım. Bütün nesin tapalaysak, seyküktat, meyveci ve göz, birlik, kiyim-keçek, yo, turmuşluk şıltıran nesler. Hemen nesli var ki, Özbekler bekçik ki, Özbeklerinin aşxanası bekçik ki, bayam nayık vatkan ballarını ködünler Özbek ballarını. Kip basanlar, kavas bitişini unutmanlar. Madagascar vanilla ice cream aldım. Titbakaya kamarken. Süperdi. Yeni bir honey cake flavor aldım. Wow. Acayip belki. Riga kep kasanlar konserinin kiriş eğizida Mavu marojnoxana ba, mush marojnoxana kirib, marojni yeb chiqganlar va kishi payda o'xshayotgan marojnilari. Şimdi dehşet kaydırıyorum o. Hazır ben keşik tamak yeğenim aldım. Bayama Black Magic degan qahvaxona, qahvamı bakan, naraqlarımı bakan degandek kuni bir doğruxonani o'zgartirib ashundoq qahvaxona yoki ashundoq bir alkohol sotadigan bir do'konga bir mojito ichib qo'yganimga beshim vir qiyib ketib bordi hozir. Men keldim valla bugün burger yeydigan yerimga, The Boo Burger. Bugün 5. ayının biri Labor Day ekan bugün. Şoňlaşqa muzeyxanlar, yani ammavi şundaq yerlerinin cıxlary taqaq ekan. Bugün Döwletlik kütüpxanasyga barsam üýäme taqaq ekan. Riga Museum of Art'a barsam üýäme taqaq ekan. Şoňlaşqa üýelerini körenmey qaytyp geldim. Ama peyzi bagçylaryny aylandım, Kony şäherine aylandım, Food Market'ine aylandım. Oxşamagan meşäninki yerlik ýemeklerini yedim. Özbekler cıx gelip ýerde. Nägele qarsanız Özbek aşxallar tamakdan qynalmaysız ki, kelsanız ağzınızga tetigidek Uygurça tamaklar bolmasymy Uygurça tamaklarga oxşaýdygan Özbeklerniň tamaklary köpke bu yerden gamqamsanız boldy ki, kelsanız. Erti qaytyman, erti degende Riga sayahat vlogymny mesela ahyrlaşdyrman. 5 gün boldy men öýden aýrylgyny we segindim Stockholmny, öýümni şunda segindim. Nimeska bu Baltyk döwletlerine keldim desenler, Ýewropanyň daňlyk döwletleri, Germaniýa, Angliýa, Fransiýa, Ispaniýa, Italiýa gelýärni körp boldum. Berýärdim öýlerge, bamaga ýerlerge berip körp Qılaydap şu öýümniň etrapy eken, Şwediýanyň ýeni onuň üstüge ýykyn Baltyk döwletleri, kiçik döwletler bolgaçka bu ýerde kısa müddet bolsaňyzmy ýetide çögülep kördigan wagtyňyz bu Baltyk üç döwleti bolsa Ýewropaga saýat qyp kelgenlerininki tunji tanlaşyp bolmaýdy. Başga kıtlardan, başga döwletlerden aran Ýewropaga kelgen çagda elbetde Fransiýa, Angliýa, Germaniýa, İtalya, İspanya'larını tallaydı birinci bulup, onundan kalsa Şimali Ýewropadaky döwletler, onundan kalsa yani Ýewropadaky başga döwletler en ahyrsı da belki
Şu Baltık devletlerini tanışım mümkün. Kelemisanlarmı bu devletlerge başka kıtalardan mening vlogimni ko'rib, vlogimdan qandaq bu devletler tarixiga, madaniyatiga qiziqib qolsanglar mumkin. Balkim vlogimni ko'rib, kelar qitim plan qilsanglar mumkin. Misolaga keldiganga qitimliq sayohat vlogimni misolda oxirlashtirman, at vlog tatmayman. Xayr xo'sh, Stockholmda görüşəylik. Hammalar ümid bilan yaşanglar.